Sizni sog'lig'ingiz, hayotingiz bilan o'ynashadigan ошибка bu. U kechirilmaydigan ошибка. Hayvon doktori rentgenga qarab ajratib biladi. Biz operatsiyani boshladik. Bu bemorimiz boshqa klinikadan jalb bilan bizga murojaat qildi. Jalb esa, ya'ni pastga qo'yilgan implantlari qabul qilmaganligi. Men har doim operatsiyadan oldin o'ziga yarasha pokazaniyalari bor, ya'ni qon tahlillarini topshirish kerak. Qon tahlillarini ko'rganimizda bu kishida virus, ya'ni gepatit kasalliklari chiqdi. Va 3 marta operatsiya bo'lgan. Bemorning aytishi bilan, ya'ni vrach chiqmagan tishlarning ustiga implant qo'yib yuborgan. Implant albatta bu holatda qabul qilmaydi. 2-3 marta operatsiya joyi ochib yopilgan, bemor azoblangan, bizga tekshirilgan payti gepatit paydo bo'lyapti. Albatta o'sha klinikaga borib murojaat qiling deb aytganimda, boshida tan olmagan vrach. Ya'ni bu narsa noto'g'ri. Qachonki men video qilib berganimdan keyin men u vrachni bilmayman, shu bu o'zbekligini. Bu keyin chiqyapti, to'g'rimi? Men sizdan so'raganim yo'q, u o'zbekmi, ismi kim deb hech kimni so'raganim yo'q. Kelgan vaqtda men faqat kompyuter tomograf qildim, analizlarni ko'rdim, sразу bor narsani aytdim. Что sizda gepatit bor, что sizda og'iz bo'shlig'ingizda qilingan operatsiya noto'g'ri, bu juda ham sizning hayotingizga xavf tug'diradigan осложнение. O'sha klinikaga boring, vrachga murojaat qiling deb o'shaga video qilib o'zlariga tashlab berganman. Aksiga olib, o'sha vrach ham, klinika ham Sankt-Peterburg shahridagi o'zbeklar ekan. Endi bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, o'z fikrlaringni kommentariyaga bildirib ketinglar. Bemorning o'zi bu narsani aytib chiqish niyati yo'q, Xudoga topshirdim deyapti. Bu gap ham to'g'ri, lekin meditsinada bu tozalik, diagnostika birinchi o'rinda. Agar siz sog'lom bo'lsangiz, pulni topasiz. Agar kasal bo'lsangiz, afsuski topmaysiz. O'shaning uchun o'zlaringizdan xulosa, sharoitlaringni qilinglar. Bu agar rus bo'lganda ham uncha alam qilmardi. Nima uchun? Chunki o'zbekda oldiga boradi. Narxi arzon deydi, arzonroq qiling deydi, ekonom qiling deydi. O'shaning uchun sizlarga boradi. O'shaning uchun bizlarga keladi bu xalq. Lekin bularni betib azob berib kasal qilmaslik kerak. Operatsiyamiz почти yakunlanyapti. Buni qaranglar, jag' suyagi, pastki jag' suyagi полностью ochilgan. Biz operatsiyamizni tugatdik.